Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Umumta'lim maktablarda raqamli dunyoni o'rganish ko'nikmasini rivojlantirish bo'yicha quyidagi ma'ruza qilamiz. Kiberxavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, xavfsiz internetdan foydalanish qoidalari. Ma'ruzachi Jumayev Sodiq. Xo'p, quyidagi rejalarimiz mavjud. Bunda kiberxavfsizlik haqida ma'lumot beramiz. Bu rejalarda keyingisi autentifikatsiya haqida ma'lumot beriladi va xavfsiz internetdan foydalanish qoidalari haqida demak ma'lumot beriladi. Kiberxavfsizlik bu hisoblashlarga asoslangan bilim sohasi bo'lib, buzg'unchilar mavjud bo'lgan sharoitda amallarni to'g'ri bajarishini kafolatlash uchun o'zida texnologiya, inson, axborot va jarayonlarni mujassamlashtiradi. Kiberxavfsizlik bu xavfsiz kompyuter tizimlarini yaratish, amalga oshirish, tahlillash va testlashni o'z ichiga oladi. Kiberxavfsizlik ta'limning mujassamlashgan bilim sohasi bo'lib, qonuniy jihatlarni, siyosatni, inson omilini, etika va risklarni boshqarishni o'z ichiga oladi. Bu kiberxavfsizlik bo'yicha bir necha olimlar turlicha ta'riflar aytgan. Bunda o'sha Stefan Napoy quyidagicha ta'rif berilgan: kiberxavfsizlik IT masalasidan-da ko'ra ko'proq narsadir degan mazmunda fikrlarni aytgan. Bunda kiberxavfsizlik choralarini amalga oshirish insonlarga qaraganda qurilmalar soni va turlarining kattaligi va buzg'unchilar salohiyatini ortish natijasida amaliy tomondan murakkablashib bormoqda. Kiberxavfsizlik bu aql idrokka erishish uchun teng mavjud bo'lgan yangi maydondir deb aytib o'tilgan. Kiberxavfsizlik tushunchasigacha va axborot xavfsizligi tushunchasi bor. Bunda axborot xavfsizligi axborotni ruxsatsiz kirish, foydalanish, oshkor qilish, buzish, o'zgartirish, tadqiq qilish, yozib olish yoki yo'q qilishni oldini olish amaliyotidir. Axborot xavfsizligini ta'minlashning asosiy maqsadi ma'lumotlarning konfidensialligi, yaxlitligi va mavjudligini muvozanatli qo'llashning maqsadga muvofiqligini hisobga olgan holda tashkilot faoliyatiga hech qanday zarar yetkazmasdan himoya qilishdir. Bunda kiberxavfsizlik fani demak sohasining tuzilishi quyidagi bo'limlarga bo'lingan: hisoblash bilim sohasi, kompyuter injeneriyasi, axborot texnologiyalari, axborot tizimlari, dasturiy ta'minot injeneriya, risklarni boshqarish, inson omili, etika, siyosat va huquq bo'limlaridan iborat. Kiberxavfsizlikda demak bir necha yondashuvlar mavjud bo'lib, bunda konfidensial tushuncha bor. Konfidensial bu axborot yoki uni eltuvchining shunday holati bo'lib, unda ruxsatsiz ta'minlashning yoki nusxalashning oldini olingan bo'ladi. Konfidensiallik axborotni ruxsatsiz o'qishdan himoyalash bilan shug'ullanadi. Keyingisi yaxlitlik. Yaxlitlik bu bir butun ma'lumot hisoblanadi. Demak, o'zgarmagan holatda ko'rinishi ma'lumoti bu yaxlitlik bilan bog'liq hisoblanadi. Foydalanuvchanlik avtorizatsiyalangan mantiqiy obyekt so'rovi bo'yicha uning tayyorlik va foydalanuvchanlik holatida bo'lish xususiyati. Foydalanuvchanlik axborotni yoki tizimni ruxsatsiz bajarmaslikdan himoyalash bilan shug'ullanadi. Keyingisi risk tushunchasi bor. Kiberxavfsizlikda bu risk bu noaniqlikning maqsadlarga ta'siri. Ko'proq kiberxavfsizlikda risk tushunchasi bu salbiy ko'rinishda keladi. Hop, keyingisi umuman tizimlarga internetdan foydalanishda asosiy 3 ta tushuncha bor. Mana shularni demak yaxshi tushunib, kerakli amallarni oshirsa, tizimga kirishda internetda login parollar bilan bog'liq holda muammolar bo'lmaydi. Bular tizim resurslariga kirishda asosiy 3 ta tushuncha bu: identifikatsiya, autentifikatsiya va avtorizatsiya tushunchasi hisoblanadi. Identifikatsiya bu shaxsni kimdir deb da'vo qilish jarayoni. Masalan, siz telefonda o'zingizni tanitishingiz, identifikatsiyadan o'tish deb aytish mumkin. Elektron pochta tizimlarida ishlash va hokazo hammasi bu identifikatsiya tushunchalariga. Autentifikatsiya bu tizimdan foydalanish huquqiga ega ekanligini tekshirish jarayoni. Foydalanuvchini shaxsiy kompyuterdan foydalanish jarayonini ko'ramiz. Dastlab foydalanuvchi o'z identifikatorini, ya'ni foydalanuvchi nomini taqdim etib, tizimga o'zini tanitadi. So'ngra tizim foydalanuvchidan taqdim etilgan identifikatorning haqiqiyligini tekshirishni demak talab qiladi. Va bu yerda avtorizatsiya tushuncha bor, ya'ni identifikatsiya va autentifikatsiyadan o'tgandan so'ng unga kirish huquqi va tizimga demak kirish huquqini taklif etadi. Bu yerda qisqacha ta'riflar aytib o'tilgan. Demak, identifikatsiya siz kimsiz, autentifikatsiya siz haqiqatan sizmisiz, avtorizatsiya sizga buni bajarishga ruxsat bormi degan mazmunda aytiladi.
bular parollar bilan bog'liqligi bor. Demak, parol bu autentifikatsiya jarayonida o'tishini ta'minlovchi faqat foydalanuvchiga ma'lum bo'lgan biror bir axborot hisoblanadi. Endi parollar haqida aytadigan bo'lsak, bu parollar ko'proq e, esda qolarli bo'lishi zarur bo'ladi va parollarda demak quyidagi belgilar mavjud bo'lsa, albatta bu murakkabligi ortadi. Ya'ni o'sha tizimga kirishda demak murakkab bo'lganligi sababli kirishga demak qiyinlashadi xakerlar tomonidan. Bunda biz quyidagilarga e'tibor berishimiz kerak. Parollarimiz kichik lotin harflari yoki boshqa harflar bilan raqamlar va turli simvollardan iborat bo'lishi kerak. Bu yerda aytib o'tilgan shu tashkilotlarda xodimlarga umuman internetdan foydalanuvchilar hammasi tizimga o'sha kerakli ijtimoiy tarmoq elektron pochtalar kirganda demak quyidagi parollar qo'yishda nima quyidagi tushunchalarga ega bo'lib shular bajarish kerak. Bunda kamida 8 ta belgidan iborat bo'lishi kerak. Bitta raqamni o'z ichiga olishi, kamida bitta kichik harfdan iborat bo'lishi, bosh harfdan iborat bo'lishi va simvollar bo'lishi kerak va 30 ta belgidan oshmasligi kerak deb aytib o'tilyapti. Endi bizda shunday savol tug'iladiki, ya'ni parollarni qanchalik kuchli ekanligini bilish uchun qanday foydalanilsa, quyidagi amaliy ko'nikmaga ega bo'lasizlar. Ya'ni nordpass.com saytiga kirib o'sha zaif parollarni yoki kuchli parollarni belgilab olishimiz mumkin. Quyidagi oynadan iborat bo'ladi saytga kirganimizdan so'ng va bu yerda demak nordpass sizning raqamli hayot menejeringiz degan mazmunda va o'sha saytda oxirgi bo'limga tushganimizdan so'ng parol kuchini tekshirish password string checker degan bo'lim bor, ya'ni ingliz tilida, ya'ni parol kuchini tekshirish bo'limi orqali biz quyidagi oynaga masalan o'z ismimizni yozishimiz mumkin. Quyidagi ism yozilgan. Bunga o'sha xakerlar tomonidan 10 soniya vaqt ketishi haqida demak aytib o'tilyapti. Ya'ni bu zaif parol. Buni yoniga yana o'sha bir necha raqamlar, simvollar qo'yadigan bo'lsak, 17 daqiqa vaqt ketar ekan bunga. Demak, yana qo'shimcha simvollarni qo'yadigan bo'lsak, ma'lum bir oy yoki yillar ketadi quyidagicha. Lekin bu yerda ishonchsiz parollar ham aytgan, ya'ni doim o'sha insonlar tomonidan esda qolarli parollardan bu 1 dan 5 gacha, 1 dan 6 gacha va eng ko'p foydalanadigan 1 dan 9 gacha parollar. Bular o'rtacha 2 million, 37 million va 16 milliondan ortiq holatda bu parollar buzilgan. Quyidagi holatlarda mana ko'rib turibsizlar. Demak, o'sha 1 dan 9 gacha bo'lgan parollarda zaif parol ekanligi haqida aytib o'tilyapti. Va o'sha kuchliroq parol qo'yish uchun albatta quyidagi iboralardan kelib chiqqan holda parollarni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda endi internetda ishlagan vaqtda o'sha tarmoqda bo'ladigan hujumlar bor. Bunda man in the middle o'rtadagi odam hujumi hisoblanadi. Bu turdagi hujumda hujumchilar tarmoqdagi ma'lumotlarni ko'rish, o'zgartirish yoki qo'rqitish uchun tarmoqdagi yo'l bo'ylab o'tib yuborilgan paketlarni o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Keyingisi bunda hujumning maqsadi asosan o'sha moliyaviy ilovalardan va elektron tijorat saytlari va tizimga kirish talab qilinadigan boshqa veb saytlarda bo'lishi mumkin. Bunda demak o'sha aytib o'tilganki, ya'ni foydalanuvchilar uchun bu quyidagilarni anglatadi. Ya'ni parol bilan himoyalanmagan Wi-Fi ulanishlardan qochish, veb saytni himoyalanmagan deb xabar beruvchi bildirishnomalarga e'tibor bermaslik kerak. Bu yerdan demak autentifikatsiya usullarini qo'llash haqida aytib o'tilyapti. Keyingisi spoofing hujumlari. Bu hujumda hujumchilar yolg'iz tarmoq vositalari bilan tarmoqda ko'p marta aniqlikda yoki tez foydalanadigan manbalar orqali yolg'izliklar yaratishi mumkin. Spoofing hujumlari kiber xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgandek, kimdir yoki biror narsa bizning ishonchimizni qozonish, tizimlarimizga kirish, ma'lumotlarni o'g'irlash, pul o'g'irlash yoki zararli dasturlarni tarqatish maqsadida o'zini boshqa narsa qilib ko'rsatishdir. Spoofing hujumlari turli shakllarda bo'ladi, jumladan elektron pochtani buzish, veb-sayt yoki urulli manzillarni soxtalashtirishdan iboratdir. Bu yerda elektron pochta manzilini buzish hujumlari, bu yerda phishing hujumlaridan iborat bo'ladi. Zararli havolalar kelganda ularni demak qabul qilmaslik kerak. Xavfsizlik devorlaridan foydalanish zarur, firewalldan va xakerlar emailda ko'pgina yo'llardan ustunlikni qo'lga kiritishi mumkin. Masalan, emaillarga biriktirilgan kompyuter fayllarni tanimaydigan manzillar emaillarni ochish va o'qish tavsiya etilmaydi. Ularni zudlik bilan o'chirib tashlash kerak degan mazmunda aytib o'tilyapti. Bu yerda phishing tizimi bu internet firibgarlikning bir turi bo'lib, bu demak baliq ovi so'zidan olingan bo'lib, firibgarlar ko'proq elektron pochta, telegram orqali hatto soxta havola, link, ssilka yuborib o'sha havola bo'yicha o'tishingizni so'raydi.
va unda ko'rsatilgan saytga kirsangiz o'zingizning shaxsiy ma'lumotingiz